uyda remont boshlaganingizda remontdan pul olaysiz ham hech qachon santenikidan pul ayamaysiz. Sababi uyingizda issiqlik bo'lmasa, men nima qilsangiz ham katamaydi to'g'risi. Bu montajlarimizga bitta e'tibor berib bersizlar, qanaqa akkuratlik qilinganini. Pomni sistemalarimiz nechaga turbodan bo'lgan. Katalxonamizga nima qilish kerak bo'lsa, barchasini qilib berganmiz. Bu tomonda bollerlarimiz, filtrlarimiz, zapasportlarimiz, elektrik hamma yo'lda qilib berganmiz. Ishga prosta ko'rib maza qiladigan bo'lgan. Taylarigacha shunaqangi dekorativ toshlarimizni qilib, taylarga asfaltlar qilib berganmiz. Hammamizga shunaqa uylarda yashashni nasib etsin. Montajimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib bersizlar. Umumiy hisobda 650 kvadrat atrofidagi obyektimizni shu sistemamiz istayapti. Bittadan katyollarimiz, bittasi Wisman, bittasi Airfel. Hammamizga shunaqa uylarda yashashni nasib ro'za aylasin. Yaxshi niyatda kiranga ikkita urib berasizlar.